Qaysi ikki burch vakillari eng qasoskor insonlar hisoblanishini bilasizmi? Bu burch vakillari ularni xafa qilgan insonni hatto bir xatosini ham esdan chiqarishmaydi. Tashqi ko'rinishidan ular juda ham sokin, do'stona, xotirjam ko'rinishlari mumkin. Ammo ichki olami esa umuman unaqa emas. Ulardan birinchisi chayonlar. Ha, aynan chayonlar siz ularni xafa qilganingizni shunchaki eslab qolishmaydi. Sizdan qasos olish uchun rejasining bir bo'lagi sifatida yodda saqlashadi. Siz hammasi o'tmishda qoldi, unutdi deb o'ylarsiz. Ammo ular buni eng ma'qul vaqti kelgunicha ichlarida saqlab kelishadi. Ularga sotqinlik qilish o'zingiz uchun kelajakda siz kutmagan holat uchun hukm o'qish bilan barobar. Ikkinchisi esa buzoqlar. Kutmaganmidingiz? Ha, aynan buzoqlar. Bu burch vakillari tinchliksevar, spokойный, xotirjam ko'rinishlari mumkin, ammo ularni xafa qilsangiz, ular buni eslab qolishadi va ularning qasosi dramatik ko'rinishda bo'lmasligi mumkin, ammo ular intiqomini sizga nisbatan sovuqqina befarqlik orqali ko'rsatib qo'yishadi. Xo'sh, o'zingizni tanidingizmi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.